Bolalar 5 tali ochamiz. Voy super kart tushgandan. Voy mana tushib yurdi. Voy yaxshi. Barchalarga salom bolalar. Sizlar bilan Freezy Pavagan bolalar. Bugungi rolikimiz bo'ldiribdi. 8000 bul coinga necha yuz olish sizlar bilan birga ko'ramiz. 600 mingga balans to'ldirib olganmiz bolalar. Bolalar o'tgan videoga 35 tali promokod qo'ydik. Hozir o'shani aniqlab olamiz. Bolalar bilsanglar, bu videoga promokod qo'yilgan, qimmat promokod, Karali degan 49 ta 40 ta odam ishlaydi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib olmanglar bolalar, chunki o'tkazib olsangiz topamiz. Xo'p, birinchisi 18 ta like. Tak. To'xtanglar. 17 ta like. Tak, 17 ta like. Hammanikini o'qiyman. Bu videoga shu 35 tali promokod qo'yilgan. Eng ko'p like to'plashingiz kerak bolalar. Yana mana shu ikkita yutotdi уже 700 taga lichkasi bering nima va ularga promokod beraman 35 talik. Xo'sh, bolalar, endi buldiribga o'tamiz. Bolalar, videoni boshlashdan oldin men sizlarga mana shu Telegram kanalimni tavsiya beraman. Bolalar, kecha mana shu 99 talik promokod tashladim. Bitta dona odam ishlagan. Bu 15 ming narxi, lekin sizlar tekinga qaysidir obunachi tekinga ochdilar. Videoga obuna bo'lib qo'yamiz. Mana yana tashlaganman bolalar, ikkita tashladik. Konkurs ketayapti bolalar, detixnoti. Xo'sh, bu yerda mana 30 odam ishlaydiganlar tashlaganman. Bolalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Agar mana shu videoda like 200 ta like bo'lsa, mana 99 talik 15 ming narx turadi. Lekin sizlarga o'sha promokodni beraman, videoga yashirib qo'yaman. Mana shu promokodni uni ochsanglar, bepulga ocha olasizlar. Xullas, nechidir yuksak qazib olishingiz mumkin. Qimmat bu kes slishkim. Xo'sh, endi buldirib. Xo'sh, bolalar, bu yerda bitta dona PUBG emas bo'ldiribdi. Stenov Kiziki PUBG Genshin Impact hammasini tushuntirib o'taman. Bolalar, tezroq tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Meni bosamiz, to'xtanglar, biz o'zbekcha qilib qo'yaylik bolalar. Tillarni ham qilsanglar bo'ladi. Xo'sh, pastroq tushsanglar, mana hisobni to'ldirish bor. Tak. Mana bosim, yo yuzi chiqar. Mana hisobni to'ldirish bolalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like bosib, obuna bo'lib, like, kommentariy yozib qoldiring. Xo'sh, bu yerda Uzcard, Humo, Visa, Uzcard, Click, Paynel, Steam, kripto valyutadan ham to'lashingiz mumkin. Endi misol uchun sizlar 30 ming to'lamoqchi bo'lsanglar, bolalar, sizlarga 140 bul coin beradi. Lekin sizlar Freeze 1, Freeze 2, Freeze 3, Freeze 4, Freeze 5 deb yozsanglar, bolalar, sizlarga 20% omad, 20% balansingizga qo'shib beradi. Shuning uchun mening promokodimni teringlar bolalar. Mana mamta ham ko'rsatib o'tishim mumkin. Freeze 1, Freeze 2, Freeze 3, Freeze 4, Freeze 5. Xo'sh, bu yerda bitta dona O'zbekiston emas. Xo'sh, bolalar, qaranglar. Bu yerda bul pasi bor, bemalol bepulga qimmatbaho narsalar olishingiz mumkin. Xo'sh, zadaniyalarni bajara olasizlar. Zadaniyalar borishyapti. Tak, tezroq tushuntirib o'taman. 100 chiqarib olish bossanglar, 100 chiqarib olsanglar bo'ladi. Bu yerda o'yinlar bor, bolalar. Kuchaytirish shartnomalar ma'murdan ham olsanglar chiqadi. Endi men sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun men Minoradan ko'rsatib beraman bolalar. Ko'pincha sapyordan ko'rsatib beraman. Endi boshqa o'yinlardan ham ko'rsatib beraman. Qaranglar bolalar, mana shu o'yinlar bu xullas. Ko'rib olsanglar, o'sha biz foydadamiz. Endi kesga o'tamiz bolalar. Xo'sh, kesga o'tamiz. Bolalar, yaqinda PUBGda 10 ming UC'ga bolalar 8100 UC'ga open kes qilaman. 2 kunlardan keyin yoki 3 kunlardan keyin sizlarga RP podarka qo'raman. Faqat mana shu videoni 150 ta like qilsanglar. Xo'sh, bu yerda Telegram kontaktlar bor, bemalol ulab ochishingiz mumkin. Xo'sh, bizni Atlantida degan keysdan ochib ko'ramiz. Hozir sizlar bilan nima tushishini ko'ramiz. Shuning uchun videoni 150 ta like qilinglar. Hamma videoimni 2 kun ichida bolalar sizlarga bitta RP bera olaman. Faqat eng ko'p like yig'ganga. Tak, go, ketdi. Voy, 2 kundan keyin aniqlaymiz. U hammasi mifik bolalar. Voy, nima tushganini qaranglar bolalar. Voy, 6000 chiqardi. Go, yana bolalar 5 tali ochamiz. Voy, super kart tushgandan. Voy, mana tushib yurdi. Voy, yaxshi. Уже omadda qaranglar bolalar. Tak, go, yana go.
No da yediradi endi bitta propusk bilan go. Ketdi. Nima ucharkan? 130. Tak, bizda 15.000 bulcoin qoldi. Ko'rasizlar, o'zi bolalar 7.000 ta bulcoin foyda qolamiz. Biz 600.000 bilan kirib $150 narsani olib ketamiz. Xo'sh, bo'ldi. Davaysi keyin qanaqa keys ochishimni yozib qoldiringlar kommentariyga. Keyingi videoda ochaman. Zilx degan keysdan bitta obunachi metodilar. O'shani ochib ko'ramiz. Hozir Zilx degan keysdan hozir nima tushishini ko'ramiz. Sizlar bilan birga go 10 tali ochdim. Emulator tushib ketsa. Ketdi. Menimcha yedirdi. Yaxshi foydalanamiz. Tak, Emiga motor 3000 ta turadi. Chiqamiz bu keysdan 20.000 ta bulcoin qilishga harakat qilamiz. Xo'sh, endi bo'ldi. Tak, pastroga tushamiz. Давайте Poseidondan ochamiz. Bo'ldi 10 tali, yo 5 tali ochamiz. 5 tali go ketdi. Va super karsh urganman. 10 tali yetmaydi endi menimcha. To'xtanglar. 10 tali yetadimi? Go 10 tali ochamiz bolalar. Bugun kechqurungan video chiqadi adashmasam. O'shaning uchun kutinglar 7000 tali tushib turdi. Voy, nimalar tushirdi? 12000. Yaxshi. To'xtanglar. Hop. Mana. Go. Ketdi. 15.000 bulcoinimiz bor. Yana bizga 5.000 bulcoin kerak. 8.000. Mayli, davaysi yana bitta ochamiz. Tak. Noy kibertrak tushirganman. Yaxshi, почти hammasi 13.000 yaxshi. Go yana ochamiz bo'ldi. Yaxshi. Voy, tushib mana super karsh tushdi bo'ldi. Go yana. 20.000 ta bo'libdi. Nima ochib yubordim? Jinni o'xshab. Kibertrak tushib. Yaxshi, super karsh bo'ldi. No da. Go yana bo'ldi. Ochamiz. Daysi yana 10 tali ochamiz, hozir nima tushishini ko'ramiz. Kibertrak tushgandan. Yaxshi yana tushib berdi. Mana tushgandan. Yaxshi, yana ochamiz. Daysi 25.000 ta bulcoin qo'yaylik dotdim bu tufta ekan. Ham kibertrak tushishiga skina qo'yapti. Yaxshi, oxirisi super karlar tushib beryapti. Kibertrak tushirmoqchiman xullas. Tak, menimcha 10.000 yaxshi. Yana foydadamiz bizni. Go ketdi. Tak. Voy, bitta o'tgandan. Mayli, uncha ham minus bermadi. 25.000 ta bulcoin qilib qo'ysa, все. Tak, yaxshi. Va o't bergandan. Tak, go yana bitta. 10 tali ochib ko'ramiz. Tishlar ham beryapti. Duotudim. Endi men yaxshi narsa tushmayapti. O't bersenchi 24.000 ta bulcoin turadi o'sha mashina. Go yana go. Obbo, Wi-Fi qo'ydim. Go ketdi. Tak. Voy. Obbo. Mayli, bo'l. Oxirgisini ochamiz. Hozir nima tushishini ko'ramiz. Oxirgisini ochamiz. Tak, yaxshi. X suit 13.000 yaxshi. Tak, hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan Freeze bugun mullos bizni kanishni bu Freeze 1, Freeze 2, Freeze 3, Freeze 4, Freeze 5 promo kodi bilan bizga omad qo'shib berdi. Bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, bu albatta Freeze 1, Freeze 2, Freeze 3, Freeze 4, Freeze 5 promo kodi bilan bo'ldi. Qaranglar, уже biz 600.000 ga kirib, уже 20.000 yuksak ketamiz. Hammaga xayr bo'ldi. Sizlar bilan Freeze bugun bo'ldi. Eng ko'p like to'plaganga agar 200 like qilsanglar, sizlarga erpa beraman. 2 kundan keyin aniqlaymiz.